Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Motorolamiz sotuvda. Bu motorolamiz 500 kilo yuk ko'taradi. Yurishlari yengil, uncha urinib ketmagan, umuman pashta urinmagan hisobida. Yangi. Bu o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan emas. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan, Xitoyda eksport bo'lib kelgan, mana shu yerda xarid qilingan narsa. Bu nimamizni narxi 17 million narx aytilyapti. Endi egasini nomerini pastga yozib qo'yaman videoda tagiga. Bemalol telefon qilib, gaplashib, netib tushirsalar bo'laveradi. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida. Bu akamiz bunda hech qanaqa yuk tashimagan, o'zi novvoylar, o'zi o'sha novvoychilik bilan shug'ullanadi. Faqat kuniga bir 60 kilometr raznisaga faqat non toshib yurgan xolos. Ko'rib turganlaringdek, umuman urinib ketgan joyi yo'q. Radiolari bor, fleshkada aytadi, ventilyatorlari ham bor ichkarida. Rollik, ballonlari ham yaxshi, yeyilib ketmagan, ballonlari yamalmagan, yamaq joyi ham yo'q. Motorolamiz umuman urinmagan. Kabinalari ham keng, toza, tagi lelonum tashlab qo'yib, chiroyli qilib qo'yilgan. Mehr bilan minilgan narsa. Bemalol egasini o'ziga aloqaga chiqinglar, narxini kelishtirib berilaveradi. Hamma dokumentlari bor. Akamiz o'zi sotish niyati yo'q ekan, lekin o'ta pul zararlab qo'yganligi uchun sotaman deyapti. Mabodo misol telefon qilib gaplashib, netib nima qilsalaring bo'laveradi. Signal, fara hamma yo'g'i ishlaydi. Hamma yo'g'i ishlayapti. Bu 2025-yili chiqqan ekan. Hech qancha bo'lmabdi chiqqaniga. Akkumulyatorlari ham yaxshi. Akkumulyatori ham videoni oxirida akkumulyatorlarini ham videoga olib qo'yganman, rasmini. Bemalol rasmlarini ham ko'rib olishlaring mumkin. Dokumentlari ham bor videoni oxirida. Qolgan kamchiliklar, qanaqadir bir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Akamiz ikkita nomerlari bor ekan, ikkisini ham yozib qo'yibman. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Shunaqangi bir qiziqarli videolar, qiziqarli narsalar sotuvda bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Nomerlarimiz 91 123 46 53. WhatsApp, Telegram ishlab turibdi. Doimiy ishlaydi. Mabodo telefonda ololmay qolsak, o'zimiz uyda to'g'on boqamiz. Agar mabodo ololmay qolsak, SMS yozsalaring, albatta qaytaramiz. Sog' bo'linglar.